Ko'pchilik akalarimiz mana shunaqa motobloklarni sotib olayotganda aldanib qolyapti. Mana shu ko'rib turgan motobloklarimizni atrofda 7,5 milliondan 9 million so'mgacha sotilayotgan bu motoblokni agroservis do'konlaridan atiga 5,5 million so'mdan olib ketishlaringiz mumkin. Bunaqa narxlar faqatgina agroservis do'konida. Bu videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz, bugun ko'pchilik obunachilarimiz va 90% mana shunaqa motoblok sotib olayotgan akalarimiz aldanib qolmasligi uchun va 500 mingdan 1,5-2 million so'mgacha pulingizni ekonom qilib berish uchun bugun sizlar uchun original va prostoy motobloklarda bir-biridan nima farqlari bor va nima raznitsasi bor, shularni sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlari va sifatlari haqida tanishtirib o'tamiz va kimga mana shu turdagi motobloklarni eng arzon joyidan va optimum baza narxida olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bizning do'konimizda 750 xil modeldagi motobloklardan qaysi birini olishingizdan qat'iy nazar hozirgi paytda do'konimizda juda ham katta aksiyalar ham boshlangan. Mana shunaqa dori apparatlarda hali ham atrofda pulga sotilyapti, lekin biz sizlar uchun bu dori sepadigan apparatni mutlaqo tekinga berib boramiz. E'tibor berishlaringiz mumkin. Mana shu videoni ko'rib o'tirib, videoga hoziroq bitta like bosib, kommentariyaga omad so'zini yozib qoldirib qo'ying. Sizga bitta plus tomoni kelib xohlagan motoblogingizdan olganingiz uchun mana shunaqa instrumentlarni mutlaqo tekinga olib ketasiz va aytib o'tganimdek atrofda qimmat narxlarga sotilayotgan motobloklarni bizning do'konlarimizdan kelib eng arzon narxlarda va eng original bo'lgan mahsulotlarni sotib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Bugun sizlar uchun mana shu motobloklarimizni qisqacha obzorlari va narxlari haqida tanishtirib o'tib ketamiz. Hozirgi paytda ko'pchilik akalarimiz va obunachilarimiz so'ragan mana shunaqa bonuslarimizni ham bu videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz, qanday qilib tekinga olish shartlarini to'liqroq ma'lumotini tanishtirib o'taman va bundan boshqa 150 xil modeldagi sovg'alardan birini mutlaqo tekinga olib ketishlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'p, hozirgi paytda ko'pchilik akalarimiz kattaroq motoblok so'ragan obunachilarimiz uchun katta 15 ot kuchli motobloklarimizni yangi partiyalari kirib kelgan. E'tibor berishlaringiz mumkin. Bu motobloklarda ko'pchilik biladi, Yaponiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan Senji motobloklari bo'ladi. Bu motobloklarda ko'pchilik so'raganida arzonchiroq modeldagi bo'lsin, lekin sifati eng zo'ri bo'lsin deb so'ragan akalarimiz uchun e'tibor beringlar. Motor qismi 190 15 ot kuchli motorlar bilan jihozlangan. Yoqilg'i turi benzinli modeldagi 15 ot kuchli motoblogimiz. Bu motoblogimiz yurgizish joylari zavodni orqali yuradi va bu motoblogimiz soatiga 700 gram benzin rasxod qiladi. Benzin tanlamaydi, benzinga avtol qo'shilmaydi, toza benzinlarni quyib ishlatishlaringiz mumkin. Bu motoblogimizda e'tibor berishlaringiz mumkin. Motor qismi 190 15 ot kuchli motorlardan qo'yilgani bilan hozirgi paytda mana shunaqa 4 ballonli mini traktorlarda mana shunaqa reduktorlarga ahamiyat beradigan bo'lsalaringiz, eng katta reduktorlardan usulinni qilib qo'ydirib olib kelganmiz. Bu motoblogimizda qo'yilgan reduktorlari orqa tomon qishloq xo'jaliklari vomi ishlaydi 100% va mos qismlari ham katta moslardan qo'yilgan. Va bu motoblogimizda reduktori tomonlama hozirgi paytda 550 talik katta usulinni korobkadan qo'ydirib olib kelganmiz va bu motoblogimizni ichki tomon shesterna o'qlari, bloklari va orqasidagi vomlargacha eng original bo'lgan, sifatli bo'lgan zapchastlardan qo'ydirib olib kelganmiz. Bu motoblogimiz oldiga ikkita, orqaga bittadan skoroslari bor va bu motobloklarimiz uchun bemalol rollari uzunligini hisobiga mana shunaqa kultivatsiyalarda qo'yib ham 50, 60, 70, 90 agat oralarini kultivatsiya qilishda va agatlarni olishda foydalanishlaringiz mumkin. Va bu motoblogimizni yana bir qo'shimchasidan aytib o'tib ketamiz. 180 gradusgacha burilish imkoniyatlari ham bor. E'tibor berishlaringiz mumkin.
o'ng tomonga, chap tomonga yengil burilish imkoniyati bor. Bu motoblogimizda rollarni gidravlikali qilib tayyorlatib olib kelganmiz. Motoblogimiz o'zini komplektdan chiqadigan agregatlari, frezalari, dokumenti, kulishlarigacha chiqadi. Bu motobloglarimizni hozirgi paytda bizning do'konlarimizda 550 talik, 450 talik, 350, 250 talik korobkali variantlari sotuvda bor. Bularda eng arzon modellarini komplektiga frezalari, dokumenti, kulishlari bilan atiga 5,5 million so'mdan olib ketishlaringiz mumkin akalar. Aytib o'tganimdek, reduktori tomonlama ozgincha misol sifati arzonroq reduktor bo'lganligi uchun bu degani bu ish bermaydi yoki da buzilib qoladi degani emas. Bu motobloklar uchun orqasida vomlariga va frezalarda qo'shib ishlatgan vaqtingiz, balonlarni kattalashtirgan paytingiz reduktorga ozgincha nagruzka kelishi mumkin. Shuni hisobiga bu motobloklarga hozirgi paytda bez garantiya bo'lib chiqadi. Narxlari shuni hisobiga 5,5 million so'm. Agarda sizga mana shunaqa motobloklarda korobka qismi kattaroq, mana shunaqa kultivasiya ulanadigan va qo'shimcha sifatida orqasida vomlarini ham ishlataman deb so'ragan akalarimiz uchun bu motoblogimiz hozirgi paytda aytib o'tgan 5,5 million so'mlik modeli, 7,5 millionlik modeli va mana shunaqa 8 million 300 ming so'mlik modellaridan ham olib kelib qo'yganmiz. Bu motoblogimizni aytib o'tganimda komplektiga frezalari, dokumenti, kulishlarigacha qo'shib beramiz. Undan tashqari orqasida kultivatsiyalarini ham sotib olishlaringiz mumkin. Bu kultivatsiyalarimizni hozirgi paytda 700 ming so'mdan boshlab 1 million 400 ming so'mgacha mana shunaqa kultivatsiyalarimizdan ham sotuvda bor. Aytib o'tilayotgan narxlardan albatta kami bor, kelishtirib beramiz. Bu motobloklarda hozirgi paytda Yaponiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan Senji modeli. Bundan tashqari hozirgi paytda bizning do'konlarimizda Belarus modeldagi motobloklarimiz ham yetib kelgan. Xohlaganlar uchun narxi yengilroq, sifati yaxshiroq, mana shunaqa jatga tushadigan variantlari bormi deb so'ragan akalarimiz uchun 15 va 17 ot kuchli modellaridan ham olib kelib qo'yganmiz. Bularimizni narx-navolari hozirgi paytda 6,5 million so'mdan boshlab 7,5 million so'mgacha Belarus modellarimizdan ham sotuvda bor. Bemalol aloqaga chiqib bizning do'konlarimizdan sonlari chegaralanmagan holatda sotib olishlaringiz mumkin. Aytib o'tganimda sizga arzonchiroq va qimmatroq modeldagi motobloklarda bir-biridan o'zi nima farqlari bor deyilganda, eng asosiy joylari reduktori tomonlama, sifat tomonlama, ichki tomon zapchaslari va bu motobloklarda komplektdan chiqadigan mana shunaqa frezalari bo'ladi. Bu motobloklarni qayerdan olishingizdan qat'iy nazar sotuvchidan yaxshilab so'rab oling. Korobka qismlari necha yuztalik korobka va sifatiga qancha garantiya berasan. Iloji boricha pechatlar bilan, shtamplar bilan bostirib oling. Hozirgi paytda juda ham mashininglar ko'payib ketgan. Ba'zi bir joylardan odamlar motoblok olyapti, lekin ustasiga, boshqasiga o'zimizga telefon qilib so'rashyapti. Zapchasi tomonlama anchagina u odamlar uchun qimmatga tushyapti. Shuni hisobiga iloji boricha tanlovdan adashmanglar. Eng original bo'lgan va yaxshi modeldagi motobloklarda qayerdan olishingizdan qat'iy nazar iloji boricha eng sifatli bo'lgan reduktorlarini kattaroq va muz qismlari qalinroq, frezalari kalyonli variantlardan olishlaringizni tavsiya beramiz. Kimga mana shu turda texnikalar kerak bo'lsa, bizning do'konlarimizda sonlari chegaralanmagan holatda sotuvda bor, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Videoni boshidan aytib o'tganimdek, bizning do'konimizga kelsangiz, atrofda sotilayotgan motobloklardan aytib o'tganda 500 mingdan 1,5 million so'mgacha plyuzi ekonom qilib beraman. Undan tashqari mana shunaqa bonuslarni ham mutlaqo tekinga tarqatib o'ryapmiz. Hozirgi paytda bizning do'konlarimizdan qaysi bir motoblokni olishingizdan qat'iy nazar mutlaqo tekinga videoni boshida ko'rsatib o'tganimda dori apparatlar, shurpayor, bolgarka, drill, shunga o'xshagan 100 xildan oshiq sovg'alardan birini mutlaqo tekinga mana shu barabarimizni kelib aylantirib, bu joyda tushgan sovg'alardan qaysi biri tushishidan qat'iy nazar tashqaridagi dori apparat, shurpayor, bolgarka, mana shu yerdagi instrumentlar qaysi biri tushsa ham mutlaqo tekinga sizga berib o'raman. Faqatgina sizdan bitta sharti videoni qo'llab-quvvatlab, maksimal darajada videoga like bosing va kommentariyaga omad so'zini yozib qoldirib qo'yishni unutmanglar. Bizning manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agro servis do'koni. Mana shu turdagi
texnikalarda Optim baza sklati bo'ladi. Aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Ekranga telefon raqamlarimni qoldirib qo'ydim. Yana ham batafsilroq, to'liqroq ma'lumotlarni ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib bilib olishlaringiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.